Sifat menejment tizimi. Standartlashtirish bo'yicha xalqaro tashkilot, standartlashtirish bo'yicha milliy tashkilotlar Butunjahon uyushmasi ISO 1946-yilda 25 mamlakat ishtirokida Birlashgan Millatlar Tashkiloti qoshida tashkil topgan. ISO dastlab grekcha Isus teng degan ma'noni bildiruvchi so'zdan olingan. 1947-yildan o'z vazifasini bajarishga kirishgan. ISO texnik komiteti xalqaro standartlarni tayyorlash huquqiga ega. Har qaysi tashkilot ISO a'zolari texnik komitetni yaratish uchun mazkur komitetga vakillar taqdim etish huquqiga ega. Xalqaro elektrotexnika komiteti davlat va nodavlat tashkilotlari bilan ISO barcha masalalar bo'yicha yaqin hamkorlikda aloqani o'rnatishi va vazifani bajarishda ishtirok etishi mumkin. Sifat menejment tizimi nima? Sifat menejment tizimi bu korxona mutlaq ishlab chiqarish xo'jalik faoliyatida yakuniy maqsad bo'lgan sifatni mo'ljallab boshqarishdir. Sifat menejment tizimi bu boshqaruv tizimi bo'lib, u sifat sohasida siyosatni amalga oshirish, maqsadlarni doimiy shakllantirish va ushbu maqsadlarga erishish uchun yaratiladi. Sifat menejment tizimi nima uchun kerak? Firma obro'sini oshirish uchun, bo'linmalar aro o'zaro faoliyatni yaxshilash uchun, reklama uchun tizimga sertifikatni qo'llash uchun, mijozlar aloqasini kengaytirish uchun, mahsulot raqobatbardoshliligini oshirish uchun, nuqsonlar miqdorini kamaytirish uchun, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish uchun, eksport imkoniyatini ta'minlash uchun va xodimlarni samarali tanlash uchun kerak. Sifat menejment tizimini sertifikatlashtirish qanday ustunlik beradi? Tashkilot sifat menejment tizimini xalqaro standartlarga haqiqatan ham muvofiqligini tasdiqlaydi. Ikkinchi tomonning ko'p sonli tekshirishlariga o'rin qolmaydi. Bozordagi mavqei yuksaladi. Sifat menejment tizimi bu sifatga qo'yilgan talab bo'yicha boshqarish hisoblanadi. ISO 9001-2015 standarti 354 bandi bo'yicha. Nima uchun menejment tizimlarini tatbiq etish kerak? Bunga bir qancha sabab bor. Birinchidan, bozor talabi, ikkinchidan, soha talabi hamda uchinchidan, jamoatchilik talabi deyiladi. Bozor talabi bo'yicha ISO 9001 har qanday ishlab chiqarish korxonalariga mos keladi. Soha talablari bo'yicha kosmonavtika talablari, telekommunikatsiya talabi hamda avtomobilsozlik talabi deyiladi. Jamoatchilik talabi bo'yicha atrof muhit, kasbiy xavfsizlik va salomatlik hamda energetik menejment tizimlarini joriy qilish mumkin. ISO 9000 guruh standartlari 3 ta asosiy standartdan iborat. ISO 9000 asosiy nizom va lug'at, ISO 9001 talablar, ISO 9004 takomillashtirish bo'yicha qo'llanma hamda texnik hisobotlar bo'lishi mumkin agar zarurat bo'lsa. Bundan tashqari ISO 10012, ISO 10011 hamda ISO 19011 kabi qo'shimcha standartlardan ham foydalanish mumkin. Sifat nima? Sifat bu qo'yilgan talabning muvofiqlik darajasi yoki xaridorni talab va xohishini qanoatlantirish darajasi hisoblanadi. Qachon sifatga erishiladi? Qachonki ko'zlangan va erishilgan natijaning talabga muvofiqligiga erishilganda sifatga erishiladi. Iste'molchi talab va orzularni aniqlash, o'rnatish va bajarish orqali u istagan sifatni ta'minlash sifatning maqsadi hisoblanadi. Quyidagi misoldan ko'rishimiz mumkin. Qaysi birida sifat yuqori? Bu yerda barcha mahsulotlar qo'yilgan talabga muvofiq bo'ladigan bo'lsa, barchasi sifatli hisoblanadi. Bundan tashqari, sifat darajasi degan tushuncha ham mavjud. Sifat darajasi bir xil vazifani bajaradigan, turli qo'yilgan talablarni o'z ichiga olgan mahsulot, jarayon yoki tizimlar hisoblanadi. Sifat darajasi mahsulot tavsifining ajralmas qismi bo'lib, u texnik tavsifga bog'liq holda o'zgaradi. Quyidagi rasmdan shuni ko'rish mumkinki, sifatni qanchalik darajada o'zgarib boryapti. Talablar ehtiyoj yoki istak, qaysiki o'rnatilgan, odatda kutilgan yoki majburiy bo'lishi lozim bo'lgan. Talablarni aniqlash va o'rnatish uchun sifatga qo'yilgan talablarni, qonuniy talablarni, normativ talablarni hamda mahsulot bo'yicha ma'lumotlarni bilish lozim. Shundagina iste'molchilar talablarini qanoatlantirish mumkin bo'ladi. Menejment o'zi nima? Menejment tashkilotning o'rnatilgan yo'nalish faoliyati bo'yicha vazifalarni muvofiqlashtirish va ushbu faoliyatni boshqarish hisoblanadi. Sifat menejmenti esa sifatga muvofiqlik bo'yicha menejment hisoblanadi. Sifat menejmenti odatda o'z ichiga sifat ko'lamida o'rnatiladigan siyosat, maqsadlarni,
sifatni rejalashtirish, sifatni boshqarish, sifatni ta'minlash va sifatni takomillashtirishni o'z ichiga oladi. Sifatni ta'minlash sifat menejment tizimini sifatga qo'yilgan talablarni bajarishda ishonch tuyg'usini yaratishga yo'naltirilgan qism hisoblanadi. Sifatni ta'minlash uchun ichki rahbariyat ishonchini hamda tashqi iste'molchi ishonchini qozonish lozim. Sifatni ta'minlashni aniqlashda esa qanday mahsulot ishlab chiqarilyapti va unga qanaqa talablar qo'yilganligini bilish muhim. Shuni yodda tutish kerakki, barcha xodimlarning ishtirokisiz sifatni ta'minlashning imkoniyati yo'q. Sifat nazorati sifat menejmentini sifatga qo'yilgan talablarni bajarishga yo'naltirilgan qism hisoblanadi. Sifat nazorati kirish nazorati, o'z-o'zini nazorat, yakuniy nazoratga bo'linadi. Sifatga qo'yilgan talablarni aniqlash uchun qanday mahsulot ishlab chiqarilyapti, kim ishlab chiqaradi, nima bilan ishlab chiqariladi, qanchasini tekshirish kerak, qanchada tekshirish kerak degan savollar o'rnatish lozim. Sifatni takomillashtirish sifatga qo'yilgan talablarni bajarish imkoniyatini oshirishga yo'naltirilgan sifat menejmentining qismi hisoblanadi. Sifatni takomillashtirish samaradorlik, natijaviylik, kuzatuvchanlikka bog'liq. Samaradorlik erishilgan natija va sarflangan resurs o'rtasidagi nisbat. Natijaviylik bu qaysiki rejalashtirilgan vazifalarni bajarilganligi va rejalashtirilgan natijalarga erishilganlik bilan ifodalanadigan daraja hisoblanadi. Kuzatuvchanlik obyektni qo'llanilishi yoki joylashuv tarixini kuzatish imkoniyati. Sifat boshqaruv tizimidagi asosiy tushunchalardan biri bu maqsad. Maqsad natija, qaysiki erishi lozim bo'lgan. Maqsadlarni o'rnatishda quyidagilar bo'lishi shart. Maqsadlarni javobgari aniqlangan, maqsadlar muddatli bo'lishi kerak, maqsadlar o'lchamli bo'lishi kerak, maqsadlar darajali bo'lishi kerak hamda maqsadlar erishila oladigan bo'lishi lozim. Sifat siyosati siyosat tashkilotni va uni yuqori rahbariyatini rasmiy ifodalagan faoliyat yo'nalishi va maqsadlar hisoblanadi. Sifat siyosati qachon samarali bo'ladi? Qachonki xodimlar xabardor bo'lganida. Sifat siyosati esa sifatga nisbatan siyosat. Odatda sifat siyosati tashkilotning umumiy siyosati bilan kelishilgan, uning ko'zlangan maqsadi va missiyasi bilan bog'liq bo'lishini hamda maqsadlar o'rnatish uchun asos bo'lishi mumkin. Sifat menejment prinsiplari sifat siyosatini yaratish uchun asos bo'lishi mumkin. Sifat siyosatida asosiy 3 ta narsa muhim. Vision kelajakni ko'ra olish, mission mavjudlikligi g'oyasi, strategy maqsadlar rejasi. Shundagina qo'yilgan maqsadlarga erishishni ta'minlash mumkin bo'ladi. Tashkilot o'zi nima? Tashkilot muhitini tushunish. Tashkilot bu jarayon hisoblanadi. Ushbu jarayon doirasida tashkilotning niyati, maqsadi, barqarorligiga ta'sir qiluvchi omillar aniqlanadi. Bu vaqtda tashkilotning qadriyati, madaniyati, bilimi va faoliyati kabi ichki omillar hisobga olinadi. Ushbu jarayonda huquqiy, texnologik, raqobat, bozor, madaniyat, ijtimoiy va iqtisodiy sharoitlar kabi tashqi omillar ham hisobga olinishi lozim hisoblanadi. Sifat menejment tizimini ishlab chiqishda 4 darajada hujjatlar ishlab chiqiladi. Birinchi darajada iste'molchilarning talablari, ya'ni sifat sohasidagi siyosat va maqsadlar. Ikkinchi daraja sifat bo'yicha qo'llanma. Bu sifat menejment tizimi jarayonlarini yoritib beradi. Uchinchi daraja protsedura hujjatlari, ya'ni hujjatlashtirilgan protsedura, korxona standartlari, ishchi yo'riqnomalar, bo'linmalar nizomlari, lavozim yo'riqnomalari kiradi. Bundan tashqari sifatni yaxshilash dasturlari ham shu jarayonga kiradi. To'rtinchi daraja davlat qonunchilik hujjatlari, xalqaro standartlar, davlatlararo standartlar, milliy standartlar, sanitariya, me'yor va qoidalar. Sifat menejment tizimidagi hujjatlarga quyidagilar kiradi. Sifat menejment tizimi haqidagi hujjatlar, ya'ni sifat bo'yicha qo'llanma, sifat menejmentini qo'llash bo'yicha hujjatlar, mahsulot, xizmat, jarayon bo'yicha sifat rejasi hamda rivojlanish rejasi. Talablar o'rnatilgan hujjatlar, mahsulot va xizmatlarga qo'yilgan standart talablari. Uslubiy hujjatlar, ish jarayonida foydalanish uchun tavsiya va takliflar. Protsedura hujjatlari, ishchi hujjatlar, tasdiqlovchi hujjatlar, sifat bo'yicha yozuvlar hamda boshqa normativ hujjatlar, nizom, tashkiliy tuzilma, lavozim yo'riqnomalari va layoqat ta'minnomalari. Bundan tashqari texnologik instruksiyalar, texnologik reglamentlar, jarayon sxemalari, tashkiliy struktura, yetkazib beruvchilarning tasdiqlangan ro'yxati, sifat bo'yicha rejalar va boshqalar ham sifat tizimidagi hujjatlarga kiradi.
Tashkilot maqsadlarini ishlab chiqishda yuqori rahbariyat quyidagilarni hisobga olish kerak. Tashkilotni zamonaviy va kelajakdagi ehtiyojlari va iste'molchilarini istaklarini bilish. Tashkilot menejment natijalari bo'yicha tegishli ma'lumotlar, mahsulot va jarayonlarni sifat ko'rsatkichlarini, barcha manfaatdor tomonlarning qoniqish darajasini, tashkilot faoliyatini o'z-o'zini baholash natijalarini, raqobatchilarni baholash natijalarini, faoliyatni baholash uchun nazorat nuqtalarini belgilash, mahsulot jarayonlarini menejment tizimini yaxshilash imkoniyatlarini hamda oldindan olingan maqsadlarga erishish uchun zarur resurslarni belgilashi lozim. E'tiboringiz uchun rahmat.